duo qilib qo'yay bitta. Hamma masjidaga hamma ehson qilgan ekan, ehson qilganlarni o'zi tinchini sog' bo'lsa, yuzlarga kirib yursin. Bu dunyoda bilib bilmay qolgan oshkora pinhona sag'ira va kabira gunohlaringni o'zi Alloh kechirsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yoqadigan, qo'shni bo'ladigan ibodatlarni qilishni o'zing nasib ro'za aylagan. Mana shu ehsonlarni ko'p qilib yuraylik. Barcha saxovatdagilarni ham tinchini sog' bo'lsin, yuzlarga kirib yursin, yaxshi amallaringni bardavom bo'lsin, qilgan amallaringni Alloh o'zi qabul aylab, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'linglar. Bu dunyoda hamma yaxshilik qilib jannatga kiraman degan bo'lsa, hamma nima orzu qilgan bo'lsa, hammani orzusiga yetsin. Makkaga imom bo'ladiganlar ham mana ularning qatorida Makka yo'tilloga imom bo'lib onamlarni hajlarga borib jannatlarda boshlarga toj kiysa, hammani farzandi mo'min, musulmon, taqvodor, muslima, olima qizlar bo'lib yetsin. Kasbga kiradiganlarni ham o'zing kasb tanlashga yordam bergin. Qarzdorlarni ham qarziga najot bergin. Bu dunyoda hamma jannatingga, hamma mo'min musulmonlar seni taniydigan, seni amallaringni bajarib qildigan amallaringni qilib qilmadigan amallaringdan to'xtadigan bandalaringni o'zing jannatga kirgizgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Hamma ihson qilganlarni ham, hamma yordam berganlarni ham o'zing do'zax mahshargohdagi sharmandalikdan o'zing panoh qil.